Salom, sizlar bilan Nozim Yo'ldashev. Ushbu videoda biz qanday qilib telefon orqali LiberTex'dagi hisobimizga Visa karta orqali pul tashlashni ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun LiberTex'dagi kabinetimizga kirib olishimiz kerak. Agar siz hali LiberTex'dan registratsiya qilmagan bo'lsangiz, video ostida silka qoldiraman. Ana shu silka orqali oddiy brauzerdan, demak, registratsiya qilib, keyin esa LiberTex'ning programmasini o'rnatib oling. Avval LiberTex'ning programmasini o'rnatib olib, undan registratsiya qilsangiz, hammasi xato chiqadi va sizda verifikatsiya borasida muammolar bo'lishi mumkin. Demak, mana bizda programmaga kirganimizda mana bu kошелек bo'limiga o'tamiz. Kошелек bo'limiga o'tib, mana bizda bir necha hisoblar bo'ladigan bo'lsa, qaysi biriga pul tashlamoqchimiz, shuni aniqlashtirib olamiz va pul tashlamoqchi bo'lgan hisobni belgilab, пополнить счет tugmasini bosamiz. Demak, bosaman. Bosganimizda mana bunday o'yin ochiladi va mana tepa qismda ham qaysi hisobga pul tashlaysan deyapti. Biz shu yerdan belgilab olishimiz kerak. Ya'ni pul tashlamoqchi bo'lgan hisobni belgilaymiz va pastida qaysi tizimlardan pul tashlash mumkinligini ko'rsatgan. Demak, eskidan biz tashlab kelardik WebMoneydan, hozir demak ishlatilmayapti. Skrill ham ishlamaydi bizda. Bankovskiy karta deganda Visa Mastercarddan tashlashimiz mumkin yoki mana bu Humo Uzcard через klik deyapti. Demak, klik orqali yoki Uzcard yoki Humodan tashlashing mumkin deyapti. Xo'p, demak, qaysinidan tashlamoqchi bo'lsangiz belgilaysiz. Demak, men bankovskiy kartani belgiladim. Pastiga summani belgilaymiz. Bu yerda ham ustida turibdi. Endi agar biz mana bu yerda Uzcard yoki Humoni belgilasak, UZS chiqib qoladi, ya'ni so'mda. E'tibor bering, Uzcard yoki Humodan siz so'mda tashlaysiz, lekin hisobingizga dollar bo'lib tushadi. Lekin buni bitta kamchiligi bor. Pulni tashlagandan keyin yana o'sha kartaga yetish uchun verifikatsiya so'raydi. Shuning uchun bizga tinchgina bank kartasi yaxshi, Visa karta. Men Kapital bankidan foydalanyapman. Ipak yo'li va Kapital bankdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Sinalgan. Hozircha Hamkorbank ishlamayapti va ba'zi banklar kartalari ishlamaydi. Ya'ni bank pulni chiqarmaydi. Shuni hisobiga pul tashlay olmasligingiz mumkin. Pul tashlashning eng kam summasi $10. Yechib olishda ham xuddi shunday. Xo'p, pul tashlashda va chiqarishda hech qanday komissiya yo'q. Mana, demak, men yozdim kerakli bo'lgan summani va mana bu yerda endi pastki qismida to'ldiriladigan yana qo'shimcha yerlar bor. Ya'ni bu yerda karta raqami, CVV kod va bu yerda summa va komissiya ko'rsatiladi. Promo kod kiritishingiz mumkin. Hozir promo kodni ham beraman va пополнить tugmasini bosamiz. Demak, hozir men avval pul tushirganim uchun kartam turibdi va mana menda bitta emas, bir necha kartalar bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Menda bir necha kartalardan foydalanishim mumkin, chunki men bir necha kartalardan pul tushirganman va hammasini verifikatsiya qilib qo'yganman. Sizda birinchi marta kirganingizda mana bunday turadi mana. Ya'ni kartani ma'lumotlarini kiritish kerak bo'ladi sizdan birinchi marta pul to'ldirayotganlarda. Demak, kartaning egasini ism, familiya, karta raqami birinchi, pastiga ism, familiyasi, bu yerga amal qilish muddati, bu yerga esa o'sha 3 raqamli CVV kodni kiritishingiz kerak bo'ladi. Keyin esa пополнить tugmasini bosasiz. Agar siz tavsiya qilinadi. Misol, menda bir necha karta bo'lgani bilan e'tibor bering, men faqat o'zimni kartamdan foydalanyapman. Shuni hisobiga men bemalol nima qilishim mumkin? Bir necha kartamdan pul tashlab chiqarishim mumkin. Siz yangi hisob ochgan bo'lsangiz va sizda bitta karta bo'lsa, tavsiya qilaman faqatgina bitta o'sha o'zingizning kartangizdan foydalaning. Men hozir mana o'zimni o'sha kiritib qo'ygan kartamni shunchaki belgilasam bo'ldi mana. Kartani belgiladim. Ya'ni bir marta pul to'lov qilganingizda o'zi bu avtomatik saqlab qoladi. Keyingi safar karta ma'lumotlarini kiritish shart emas. Endi bu yerga CVV kodni kiritaman. Demak, CVV kodni kiritib, endi пополнить tugmasini bosaman. Shu yer muhim. Shu yerda kartangiz ishlayotgan, ishlamayotganini bilish uchun kutib turasiz va hech qayerga tegmaysiz. O'zi bunday brauzer ishlab, keyingi oyna ochiladi va mana bunday oynacha chiqadi. Mana bu Kapital bankdan to'layotganimiz uchun mana bunday sariq oynacha chiqdi. E'tibor bering. Bu oynacha ko'k rangda boshqacharoq ham chiqishi mumkin. Bu yerda mana SMS kod deyapti. Bizga SMS dan kod keldi. Mana o'sha kodni kiritib, подтвердить tugmasini bosishimiz kerak. Pul o'tishi kerak. Endi agar sizda shu holatda mana shu oyna agar ochilmasa, mana shu oyna, ya'ni kod kiritadigan oynacha ochilmasa, demak bu yerda gap brokerda emas, gap bankingizda. Bankingizda to'siq bor. Agar shu oynagacha o'tmasa, demak bankingiz brokerlarga pul chiqarishni to'sib qo'ygan. Siz iloji yo'q boshqa bankdan foydalanishingizga to'g'ri keladi. Kapital bank bilan Ipak yo'lida muammo yo'q. Boshqa banklarda sanab ko'rmaganim uchun aniq bir gap ayta olmayman. Demak, bizga mana kod keldi. Kelgan kodni demak olamiz va kiritishimiz kerak. Bu bir martalik kod, faqat to'lovni tasdiqlash uchun. Agar kimdir sizni
kartangizni yashirincha olib ishlatayotgan bo'lsa ham, demak nima qiladi? Mana shu kodni kiritmasa, pul o'g'irlay olmaydi. 989 714 kiritamiz. 989 714 mana kiritdim va подтвердить tugmasini bitta bosamiz va bo'ldi, tamom, pul o'tadi. Mana shu tarzda siz osongina Visa kartangizdan pulni hisobingizga to'ldirib olishingiz va bemalol savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar kod kelmaydigan bo'lsa, unaqada biling, demak muammo bankingizda. Mana bo'ldi, mana pulimiz tushdi mana. $140 tashlaganim, pulimiz tushdi mana. Mana balans va dostupni degan yerga e'tibor bering. Endi qarang, agar sizda bonusli hisobingizda mana o'sha kошелек bo'limiga qarasangiz, bonusi bo'limi bor. Mana bu yer mana kошелек menyusi va mana bu yerda hisoblaringiz va qaysi hisobingizda pul borligi va mana bu yerda bonusli счет degan yerda bor. Ana yerda agar sizda bonusli mablag' bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerga o'tib, mana bu yerda перевести tugmasini bosib o'tkazib olishingiz mumkin. Hozir menga o'zi avtomatik o'tkazib qo'ydi. Nimagaki men avtomatik o'tkazishni bosib qo'yganman. Menda $140 tashlagandim. Hozir $60 qo'shimcha pul o'tkazib qo'ydi va shuni hisobiga meni balansim 200 bo'ldi. Mana balans 200, dostupno 140, ya'ni bu men tashlagan pulim, bonusning sirasi 60. Ko'ryapsiz? Bonusingiz bo'lsa, bonusli pulni mana shu bonusli hisobdan o'tkazib olib, bemalol savdoda qatnashishingiz mumkin. Afsuski meni bonusim faqat marjaga qatnashadi, ziyonga qatnashmaydi, lekin baribir o'sha 140 bilan savdo qilgan boshqa, 200 bilan savdo qilgan boshqa pulimni ko'proq ko'paytirib turadi. Bu ham bir qo'shimcha dastak desak bo'ladi. Demak, hurmatli do'stlar, mana LibertyXga qanday qilib telefon orqali pul tashlashni o'rgandingiz. Bu juda ham oddiy va oson. Videoni qaytadan ko'rib olishingiz mumkin va video ostida LibertyXdan registratsiya uchun silka qoldiraman. Albatta shu silkadan registratsiyadan o'ting va bu yerda keyin registratsiyadan o'tganingizdan keyin bir necha hisoblarni ochib bemalol pul to'ldirishingiz mumkin. Yana zo'r maslahat, agar sizda misol mana bu pulni bo'lishga to'g'ri kelsa, mana hisobdan, mana bu yerda monitoring перевод orqali u hisobdan mana bu hisobga yoki bu hisobga pulni alohida bo'lib o'tkazib qo'yishingiz ham mumkin. Bu bir paytingizda bir necha hisoblardan foydalanishingizga imkoniyat beradi. Video tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. E'tibor uchun rahmat. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha.